Bugun sizlar bilan uchburchak mediana haqida gaplashamiz. Mediana o'zi nima? Mediana uchburchak uchidan chiqadi va borgan tomonni teng bo'lakka bo'ladi. Tomoni A bo'lsa, A taqsim 2, A taqsim 2 ga bo'ladi va uni M harfi bilan belgilaymiz. Mediana yana bir xususiyati bor. Mediana nafaqat tomoni 2 ga bo'ladi, balkim yuzalarni ham teng 2 bo'lakka bo'lib qo'yadi. Bitta mediana yuzani ikkita teng bo'lakka bo'ladi. Agarda 3 ta mediana bo'ladigan bo'lsa, 3 ta mediana kesishgan payt 6 ta uchburchakka bo'ladi va har bitta uchburchak yuzasi teng bo'ladi. Keyingi xususiyat, 3 ta mediana kesishganda ular uchburchak uchidan boshlab hisoblaganda 2/1 nisbatda bo'linadi. Ya'ni mana bu qismi 2x, bu yog'i x. 2/1 bo'lsa agar 2y, bu yog'i y. 2/1. Keyingisi 2 ta z, bu yog'i ham z. Yana bir xususiyati bor. Bu yuzalarni bo'lish va tomonlarni bo'lish. Keyingisi mediana uzunligini topish qanaqa bo'ladi desa agar, mana bu m s tomonga tushgan bo'lsa agar, uni formulasi b bo'ladigan bo'lsa agar, m barobar 1 taqsim 2 ildiz ostida 2 tomon kvadratlar yig'indisi a kvadrat plus b kvadrat minus borgan tomon kvadrati ayriladi. Mana shu holatda uzunligini topsak bo'ladi.